Assalomu alaykum hammaga. Bugun shu ko'rib turgan akrilik sumkangizni sizlar bilan birgalikda to'qishni o'rganamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Qani unda asosiy qismiga o'tamiz. Sumkani to'qish uchun shunaqa ikki xil rangli ipdan foydalanaman. Bir tomonini shunaqa shaklda to'qib oldim. Sizlar bilan buni ikkinchi tomonini to'qiymiz. Bu ikki xil rangli ip, akril 15 ga 15lik, bitta magnit, ikkita kichkina kalsa, 4 nomerli крючок, bu esa o'yinchoqchalar. Sumkamiz bitgandan keyin yog'larga yopishtirib chiqamiz. Shunaqa. Demak, buni ikkinchi tomonini to'qishni boshlaymiz. Akrilni oxirigacha ochib olmadim, chunki men ochib to'qiganim uchun bunaqa dog'lar, har xil dog' bo'lib qolgani uchun buni ochmasdan faqat to'qiladigan joyini ochib to'qishni davom ettiraman. Faqat shu joyini ochib oldim. Buni ham chetini shunaqa pushti ip bilan obvязка qilib olaman. Yana bir narsa, bu 3 millimetrlik shnurdan sumka to'qiyapman. Shnurni ishlatayotganda albatta kuydirib olmasa so'tilib ketadi. Va shunaqa narsa kerak bo'ladi. Shunaqa qilib obvязка qilishni boshladim. Videoga olib to'qish ozroq qiyinchilik tug'dirdi. Hammam bu akrilli qog'ozlari ham rosa xalaqit berdi. Shunaqa qilib olib keyingi petlyani ichidan o'tkazib olamiz. Keyingisini ham xuddi shunaqa qilib o'tkazamiz. Ba'zi joylarda yaxshi ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin, lekin boshidan oxirigacha shunaqa shaklda obvязка qilamiz. Shunaqa shaklda oxirigacha obvязка qilib olamiz shu rangli ip bilan.
to'qiyotganimda akrelni qog'ozi rosa xalaqit berganligi uchun dog' bo'lsa ham qog'ozini yulib tashladim, chunki juda noqulay, to'qishga juda ham qiynaldim va olib tashlaganimdan keyin ancha yaxshiroq bo'ldi. Shoqillaga e'tibor qilmaysizlar, kichkina qizim yonimda o'ynab o'tirgan edi. Ba'zan baqir-chaqir ovozlari ham eshitilib qolgan. Lekin videoni sizlarga tushunarli qilib olishga harakat qildim. Ipni ozroq qoldirib uzaman. Ko'pchakni joyidan kirgizib orqa tomonidan orqaga tortib, shu bilan obvязка qismimiz tugadi. Endi keyingi qatorni to'qishni boshlaymiz va chiqib turgan iplarini keyingi qatorni to'qiyotganimizda orasiga olib to'qib ketamiz. Endi bardoviy ip bilan fanerni teshiklariga kirib to'qishni boshlayman. Birinchi teshikka hech qanaqa ko'paytirishlarsiz bitta petля bilan to'qib olaman. Bitta, keyingisiga 2 marta kiraman. Ya'ni ko'paytirish qilaman. Ikkinchisini to'qib oldim. Uchinchisiga ham 2 marta kirib ko'paytirish qilaman. Ipim ingichkaligi sababli ko'proq ko'paytirish qildim. Ko'proq ko'paytirish qilmasam oralari ochilib qoladi va keyingi qatorlarda to'qigan ishimiz ichkariga kirib qisqarib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun fanerda ko'paytirish qilib olaman. Bitta oddiy to'qish keyingi ikkita qatorda ikkitadan kirib ko'paytirish qilib olaman. Uzilgan shunaqa iplarni orasiga olib bilintirmasdan orasiga olib to'qib ketaman. Ko'proq ko'rsatib berishga harakat qildim. Ko'rib ham o'rgansanglar bo'ladi. Shunaqa shaklda oxirigacha to'qib olaman. Oxiriga ham ko'paytirish qildim va endi birlashtirib olaman. Birinchi petlaning tepasidan kurchokni kirgizib, bu ipni orqaga tortib olaman. Ozgina qoldirib ipni kesib olaman va orqadagi tugunchadan pastga qaratib kesilgan ipni tortib olaman. Shu joy videoga aniq tushmay qolgan ekan, lekin to'quvchilar bilishadi. Yana boshqa qismlarda tiniqroq ko'rsatib ketaman. Keyingi qatorga o'taman. Keyingi qatorni shunaqa galochkalarni petliyalarni o'rtasidan kiraman
va orqasidagi tugunchadan ham o'tkazaman. Shunaqa qilib ikkalasidan olib petля olib to'qishni boshlayman. Bu qatorda hech qanaqa ko'paytirishlarsiz, kamaytirishlarsiz to'qiladi. Chunki fanerda ko'paytirish qildik. Endi keyingi to'qishlarda ko'paytirish qilishimiz shart emas. Bular oddiy to'qiladi. Boya ko'rsatganimdek, petlyani shunaqa o'rtasidan kiramiz, orqasidagi tugunidan ham kirib to'qishni davom ettiramiz. Boshda ulangan ipni orasiga olib bildirmasdan to'qib ketaman. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa shaklda oxirigacha to'qiladi va oxirida xuddi shunaqa chiqishi kerak. Chunki orqasidagi tuguncha ham qo'shilishi kerak. Shunda mustahkamroq chiqadi. Ipni orasiga olib to'qidim. To'qiyapman. Yana oradan kirdim. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha to'qib olamiz. Oxirgi qatorni ham to'qib olaman va endi bir-biriga ulayman. Shu petlarning tepasidan kurchokni olib chiqib, ipni orqaga tortib olaman va petlarni ipni orqadan tortib sal kamaytiraman, qisqartiraman va kurchokni olmasdan keyingi kurchok bilan shuni tagidagi galichkani orasidan kiraman. Tugunni tagidan chiqishi kerak va petlani tortib olaman va ikkita petlani birlashtirib keyingisini tortib chiqaraman. Bu birinchi qatorni boshlanishi hisoblanadi va xuddi shu shaklda to'qishni davom ettiraman. To'qiyotganda bug'doyni ichidan kirib to'qib olaman. Xuddi shunaqa shaklda oxirigacha to'qib olaman. Shunaqa bug'doyni ichidan kirib, orqasida tugunni tagidan chiqaman va oxirgi petlarni tugatib to'qib olaman va endi birlashtiraman. Petlarni ustidan olib ipni tortib olaman va bundan oldingi qilganimizdek keyingi qatorni boshlab olaman. Kurchogimni qo'yib, kurchok bilan shu tagidagi petlyani bug'doyidan kiraman. Bu yoqda biroz qiyin bo'ldi, chunki orqasidagi tugundan kirish ozroq qiyin bo'ldi. Mana orqasidagi tugunni tagidan kirish kerak. Unda ozroq qiyin bo'ladi. Lekin mustahkam, yaxshi birlashadi va yangi qator yaxshi boshlanadi. Keyingi qator oxirigacha to'qilmaydi, ya'ni sumkaning tepa qismidagi ochiq joy qoldirilib ikki qator to'qiladi. Shuning uchun boshini marker bilan belgilab qo'ydim. Sumkamning yuqori qismidagi ochiq joyini birinchi tarafini to'qiganimda 14 ta petля sanab marker bilan belgilab olgandim. Endi hozir to'qiyotgan ikkinchi tarafimda ham 14 ta petlyani marker bilan belgilab olaman. 14 ta bo'ldi. Endi marker qo'yib olaman.
marker qo'yib olaman va keyingi 3-qatorni to'qishni boshlayman. Demak, 3-qator to'qishni boshlayman. 3-qator ham avvalgi qatorlardek bir xil to'qiladi, ya'ni o'sha bug'doyni ichidan kirib petlyani olib chiqaman. Orqadagi tugundan ham kirish kerak. Xuddi bug'doyga o'xshagan chok bo'ladi. Buni to'qiydiganlar juda ham yaxshi biladi, bug'doy chok. Demak, xohlagan chokingizni to'qishingiz mumkin va ochiq joy qoldirgan, men 14 ta petля qoldirganman. Agar biroz kichikroq bo'lar ekan desangiz, kattaroq, ya'ni ko'proq petляlar olib, o'zingizni moslashtirib olishingiz mumkin. Demak, 3-qatorni marker qo'yilgan joygacha to'qib olamiz. Shunaqa qilib, demak, marker belgilangan joygacha to'qib olamiz. Mana, eng oxirgi petlyani olib to'qib oldim va ipni uzib, berkitib oldim birdan. U joyini videoda tushmagan ekan. Oxir petlyani to'qib, ozgina ip qoldirib uzasiz va oraga berkitib qo'yasiz. Buni keyingi 4-qatorni to'qiganimda ko'rsatib o'tganman. Oxirida e'tibor bersanglar, ko'rib o'rganib olasizlar. Ya'ni birinchi marta to'qayotganlar ko'rib bilmasligi mumkin va ko'rib o'rganish mumkin. Lekin avvaldan to'qib yurganlar albatta bilishadi. Har bir qolgan ozgina iplarni oraga olib berkitib ketish kerak. Shunda ishingiz chiroyli, akkuratli chiqadi. Demak, 4-qatorni ham boshlab oldim. Shu yerda chiqib turgan kichkina ipni ham oraga olib bilintirmasdan to'qib ketaman. Bu bizni 4-qatorimiz hisoblanadi. Xuddi shu shaklda yana marker belgilangan avvalgi joygacha to'qib olamiz. Ko'proq ko'rsatishga harakat qildim, bilmaydiganlar uchun, ko'rib o'rganishlari uchun. Demak, marker belgilangan joygacha to'qib olamiz. Yana bir narsa, men bir tomonida 4 qator, yana bir tomonida 4 qator, ya'ni umumiy sumkada 8 qator qilib to'qiganman. Siz ham xohishingizga qarab to'qiysiz. Xohlasangiz 5, umumiy 10 qator bo'ladi. Demak, oxirgi qatorni ham to'qib olaman va ozgina ip qoldirib uzaman. Va bu ipni birdaniga berkitib oldim. Bu xohlagancha berkitasiz. Men shunaqa shaklda berkitib oldim. Bu shunchaki siz uchun namuna, aynan shunday qilib berkitishingiz shart degan narsa emas. Buni hamma xohlaganidek berkitadi. Shu bilan 4-qatorimiz tugadi. Berkitib olamiz va endigi keyingi qism, ikkita qismni, ikki tarafni birlashtiramiz. Ikki tarafini ham bir xil shaklda to'qib oldim. Endigi navbat markerlarni olib, ikki tomonni bir-biriga ulaymiz. Birinchi shunday qilib qo'yib ko'rdim. Bir-biriga mos keldi har tomonim uchun.
chunki ikki tarafida ham petlyalar soni bir xil edi. Shunaqa qilib solishtirib ko'rdim, bir-biriga mos keldi. Endi bu ikki tomonini bir-biriga ulaymiz. Yana shuni aytib o'taman. Iloji bo'lsa, oxirgi qatorni to'qib tugatayotganlaringizda uzunroq ip qoldirib uzishga harakat qilinglar. Ya'ni bir-biriga ulashga yetadigan darajada ip qoldirib ussanglar, bir-biriga ulayotganda qiyin bo'lmaydi. Menda ip qoldirmaganligim uchun alohida ip bilan boshlab olishimga to'g'ri keldi. Biroz qiyinchilik tug'dirdi. Videoda ko'rsatilgandek qilib ipni o'tkazib olamiz. Videoda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, shunday qilsanglar, sizlarniki ham o'xshab chiqadi. Ip qoldirmaganligim uchun, alohida yana boshqa ipdan ulaganligim uchun chiqib turgan kichkina ipni orasiga olib to'qishim kerak edi. Shuning uchun shu yerda ozgina qiyinchilik tug'dirdi, lekin amalladim. Videoni e'tibor bilan ko'rsalaringiz, hammasi videoda aniq qilib ko'rsatilgan. Yaxshiroq o'rganishinglar uchun bir-biriga ulash videosini ko'proq olishga, ko'proq ko'rsatib berishga harakat qildim. Shunaqa shaklda qolganini ham oxirigacha o'zingizlar to'qiysizlar. Oxirigacha to'qib oldim. Eng oxirida ni ham ko'rsatib o'taman.
oxirini ham to'qib oldim. Ozgina ip qoldirib kesib olaman. Bu qolgan ipni shunaqa qilib oraga bilintirmasdan kirgizib yuborasizlar, yashirib yuborasizlar. Sumkani asosiy qismi tayyor bo'ldi. Endiga navbat sumkamizni qopqoqchasini to'qiymiz. 6 zanjir olib, ishni 6 zanjir bilan boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6. Shu tomondan orqasini o'giramiz va orqasidagi tugunchasidan kiramiz. Birinchisidan emas, ikkinchisidan oddiy nakitsiz ustuncha bilan to'qiymiz. 2 3 4 5 to'qib oldim. Endi kichkina ipni bu tomonga o'tkazib, oraga olib to'qib ketaman. Yashirib ketaman. Bitta zanjir olaman. Orqaga aylantirib, ipni orasiga olib to'qishib ketaman. Shunaqa joyiga kirib to'qiysizlar nakitsiz ustuncha bilan. 4 5. Yana bitta zanjir olib, yana aylantirib, orqaga qarab to'qiymiz. Shunaqa shaklda 22 ustuncha, 22 qator to'qiysizlar va 20 hech qanaqa kamaytirishsiz, ko'paytirishsiz 22 qator to'qib oldim va undan keyin qopqoqni uchburchak shaklini chiqardim. Demak, 22 qator hech qanaqa ko'paytirishsiz, kamaytirishsiz to'qib olasiz. To'qib oldim 22 qator. Bu 22-qatorda oxirgisi bitta zanjir olib aylantirib orqaga qaytaman. Birinchisidan emas, ikkinchisidan kiraman. Nakitsiz ustuncha olaman. Ikkinchisidan ham kirib, nakitsiz ustuncha to'qib olaman. Qolgan ikkitada kamaytirish qilaman. 1 2 olib o'taman. Bitta zanjir olaman va aylantiraman. Birinchisidan kirmayman. Ikkinchi va uchinchiga kirib kamaytirish qilamiz. Va qopqoqchani uchburchak tomoni tayyor. Endi aylantirib to'qib olamiz. Ya'ni obvязка qilib olamiz. Chetlari tekis, chiroyli chiqishi uchun har bir qatoriga, har bir zanjirga kirib olamiz. Oddiy nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. Buni to'qilishini boshdan oxirigacha ko'rsatib berishga harakat qildim. Siz ham sumkangizni o'lchamiga qarab, ya'ni o'sha tepada qoldirilgan ochiq joyiga qarab shunaqa shaklda to'qiysiz.
shu joyida eng burchak qismiga 3 marta kirib to'qiyman, ya'ni ko'paytirish qilaman. Burchak tekis va chiroyli chiqishi uchun. Bu burchagiga ham 3 marta kiraman. Va shunaqa chiroyli burchaklar hosil bo'ladi. Oxirgi to'qir bo'ldi. Va endi uni sumkamizga ulaymiz, qo'shib olamiz. Shunaqa shaklda qo'yib ko'rdim va shu yeridan ulashni boshlayman. Menga ulash uchun quruchoqda ulash ma'qulroq keldi va quruchoqdan foydalandim. Shunaqa qilib ichiga kirgizib olib, shu joydan boshlayman. Ipni ichiga kirgizib, quruchoq bilan tortib olaman. Va yana quruchoqni kirgizaman. Ipni tortib bu yoqqa olib o'taman. Yana kirgizaman. Shunaqa qilib oxirigacha birlashtirib olaman. Oxirini ham to'qib oldim. Hamma xohlaganicha ulash mumkin. Men shunaqa qilib ulab oldim. Endi ipni ozgina qoldirib
Buni ozgina qoldirib kesib olaman. Bu yoqda qolgan ipni orqadan kurchoqni kirgizib, ichkariga tortib olaman. Ichkariga tortib olaman. Chiqib turgan ipni kichikroq razmerdagi kurchoqni kirgizib, oraga olib berkitib yuboraman. Mana ulab oldim, ipni ham berkitib oldim. Endi bu qopqoqchasiga shunaqa shaklda magnitni tikib chiqaman. Shunaqa joyiga qo'yib, bir-biriga moslashtirib tikib chiqaman. Sumkamizni tepa qismidagi kichkina tutqichini, ya'ni ushlagichini to'qiymiz. 21 ta zanjir olamiz va 21 ta zanjirni orqasiga o'girib, orqasidagi tugunchani birinchisidan emas, ikkinchisidan kirib to'qishni boshlaymiz. Birlashtirib kiramiz, ipni olamiz va ikkinchisidan ham olib chiqamiz. Tugunga kiramiz, ipni olib chiqamiz va ikkinchisidan ham olib chiqamiz. Buni birlashtiruvchi petля deyiladi. Shunaqa shaklda to'qiymiz. Kiramiz. Ikkalasidan ham olib chiqamiz. Kiramiz, ikkita tugundan ham olib chiqamiz. Oxirigacha shunaqa qilib to'qiymiz. Men zanjirdan tashqari bu birinchi qator hisoblanadi. Ingichkaroq bo'lgani uchun yana bir qator to'qib oldim. Bir qatorni qo'yib ko'rdim, ozroq ingichkadek tuyulganligi uchun yana bir qator, ya'ni 3-qatorni ham to'qidim. Bu oxirgi 3-qator. Siz ham xohlasangiz ingichkaroq, xohlasangiz qalinroq shaklda qo'yishingiz mumkin. O'zingizni didingizga qarab, xohlasangiz zanjirini ko'proq olib, uzunligini ham ko'proq qo'yishingiz mumkin. Demak, bu oxirgi 3-qatorini ham shunday to'qiymiz. Tugundan kirgizib, ikki tomondan ham chiqarib olamiz. Kirgizib, ipni 2 zanjirdan ham chiqarib olamiz. Shunaqa shaklda sumkamizni markaziga qotirib olamiz. Shunaqa qilib qotirib olamiz. Ulab olamiz. Qo'shib olgan joyimni ko'rsatmadim. Xuddi shunaqa qilib qo'shib olasiz. Endi sumkamizni orqaga taqadigan ushlagichlarini to'qib olamiz. 70 bit, bunga men 71 ta zanjir oldim. 71 ta zanjirdan 45 santimetrlik ip, ya'ni o'sha orqaga taqich ipi chiqdi. 71 ta zanjir sanab oldim.
45 santimetrlik ushlagichdan ikkita to'qidim. Demak, to'qilishi ham boyagi kichkina tutgichday to'qiymiz. Orqasidagi tugunga kiramiz, ipni olamiz. Bunisidan ham olib o'tamiz, ikkalasidan ham olib o'tamiz. Ipni olamiz, bunisidan ham olib o'tamiz. Buni ham 3 qator qilib to'qidim. Kichkina tutqichi bilan bir xil shaklda olamiz, olib o'tamiz. Ko'rib o'rganishingiz uchun yaxshiroq ko'rsatishga harakat qildim. Bu yog'ini tezlashtirdim, vaqtinglarni ko'p olmaslik uchun. Bir ko'rsanglar o'zi o'rganib olasizlar. 3 qator to'qidim. Bu hozir eng oxirgi qator, 3-qatorni to'qishim. Bir xil shaklda xuddi shunaqa qilib 3 qator to'qib olamiz. Iplarim orqa ushlagichini, tepasini xuddi shunaqa kolsoda birlashtirdim. Xohlasangiz tikib olishingiz ham mumkin. Pastki qismini esa shunaqa marker bilan belgilab, shu joylariga qotirib ulab chiqaman, yaxshilab. Siz xohlasangiz tepa qismini ham ulashingiz mumkin. Yoki pastki qismiga ham men kalso qo'yganim kabi kalso qo'yishingiz ham mumkin. Bu sizni o'zingiz xohishingiz. Ipi nega buncha kichkina deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu sumkani o'zi ham kichkina, chunki kichkina 3 yoshli qiz uchun to'qilgan. Ipi ham o'ziga moslashtirib, o'ziga mos qilib qilingan. Siz ham kimga to'qiyotganingizga, necha yoshga to'qiyotganingizga qarab katta, kichik qilib bemalol chamalab to'qiysiz. Shunaqa qilib marker bilan belgilangan joyga ikki tomonini ham qotirib oldim. Bu qotirgan joylarni sizga ko'rsatdim, ko'rib o'rganasiz. Tepa qism tutqichini ham xuddi shunaqa shaklda tepaga qotirganman. Har doimgidek oxirida ozgina ip ortib qoladi. U ipni oraga olib berkitib ketasiz. Chiqib qolmaydigan, bilinib qolmaydigan qilib. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib marker belgilangan joyga qotirib olamiz. Ulab olish, qo'shib olish qiyin emas. Yaxshilab mustahkamlab bir-biriga qo'shib to'qib olamiz. Ikki tomonni ham qo'shib oldim, xuddi shunaqa qilib. Shu bilan sumkamiz tayyor. Tepa qismiga xohlaganday marker, stiker yopishtirishingiz mumkin.